Assalomu alaykum obunachilar. Bugün Qo'shko'prik Qadag'anda eshik o'rnatdik. Xudo xolasa. Ular bo'rtmashdapik, qaytik o'ynaqda o'rnatdik. Yana ko'rib boraverasizlar. Qaroqlarning ishlari bilan. Yana og'amiz qurib berdik yana. Baho beraverasiz Xudo xolasa. Rahmat Xudoyim. İş yaptımı? İş qarab Xudoyim. Rahmat qo'llaringizni dard ko'rmasizlar Rahmat. Bunda ishlarni men hozir ko'ryapman bularni. Rossiyada o'ynaldim, yurtda o'ynaldim, hamma narsani o'ynaldim. Men bolalar borishini qarayman. Rahmat sizga. Iloyim, bexalar hammasi yakka ishlar qo'yib, bu yarma qapida yerlar ular. Iloyim, Xudoyim qo'llaringizni dard ko'rmasin ukalar. Rahmat sizlarga. Xudo xolasa 5 eshik o'rnatib berdik bu yerga. Rahmat. Qo'llaringizni dard ko'rmagan Xudo bilan. Ben hozir ko'rayotganim buni 20 xil ko'rganman lekin Xudoyim. Xudo xolasa 60 ga kelib bunday ishlar ko'rganman Xudoyim. Rahmat. Ashuni aytgan mana. Yine ishlar peklarishlarga Xudoga shukr. Yine Xudoga shukr. Yine rahmat sizlarga, rahmat sağlık. Rahmat. Qo'llaringizni dard ko'rmasin sizlarga Xudoyim. 5 eshik o'rnatdik. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib, Xudo xolasa like'larni bosib, Xudo xolasa